Yaxshi xabar, respublikada birinchi bo'lib Urganch shahar aqlli tizimi ishga tushdi. Assalomu alaykum Azizbek. Aynan mana shu aqlli shahar tizimi bo'yicha bir qisqacha ma'lumot bersak, nima qulayliklar bor, nima afzalliklar bor? Muhtaram prezidentimizning topshiriqlariga asosan Urganch shahrida Urganch aqlli shahar tizimi ishga tushdi. Bu tizim asosan kommunal soha tizimlarini o'z ichiga qamrab oladi. 1088 qisqa raqam orqali xohlagan kommunal soha bo'yicha, bandlik masalalari bo'yicha murojaatini qoldirishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari yana sun'iy intellekt asosida boshqariladigan toza hudud, termodatchiklarimiz, shunga o'xshash yana 18 dona modul, keyin tashqi modullarni 380 dan ortiq tashqi modullarni o'z ichiga olgan tizimimiz yaratilgan. Fuqarolarimiz bemalol shu 1088 raqamini murojaat qildirishlari mumkin. Har bir murojaatlarimiz nazorat ostiga. Demak, hozir bizning murojaatimiz asosan shu murojaatlarni qabul qilish markazi, ya'ni Urganch shahri bo'yicha 1088 ga telefon qilsalar, shu yerga kelib tushadi. Va kelib tushgan murojaat asosida sun'iy intellektni o'zi kontrol etadi, ya'ni qaysi masalada murojaatlar ko'p kelib turibdi, yo'l bo'yichami, kommunal sohalar bo'yichami kontrol etadidan qaysi soha bo'yicha murojaat ko'p bo'lsa, sun'iy intellektni o'zi tahlil qilib, sizlarga tavsiya beradi. Mana shu muammo bo'lib turibdi, shu muammoni hal qilish kerak. Mana bu shaklda hal qilsa bo'ladi yoki bo'lmasa mana bu shaklda vaqtincha ildamasa bo'ladi deb sizlarga tavsiya beradi. Aynan mana shu aqlli shahar tizimi bo'yicha Urganch shahrida xizmat faoliyatini olib borib turgan hamma xodimlarni onlayn kuzatib tursam bo'ladi. Bu gapim to'g'rimi? Har bir tashkilotda biriktirilgan xodimlarning marshuti, kunlik yuklamasi hammasi sun'iy intellekt asosida boshqariladi. Sun'iy intellekt xulosasini berib, har kuni ertalabki majlisda hokimiyat kiritiladi. Har bir qilingan murojaat, fuqaroning har bir qilgan reaksiyasi bizda hokim tomonidan kundalik nazoratda olinadi. Demak, har bir fuqaroni qilib turgan reaksiyasi, fikri shaxsan hokim tomonidan boritiladi. Hokim ko'rib kuzatib boradi. Har kuni har shaxsan o'zi tekshiradi kunlik murojaatlar bo'yicha. Endi yana shuni savol bo'lishi mumkin. Aynan hozir biz aqlli shahar tizimidadik. Eng muhim joylarni sanab bersak, eng muhim jihatlari nima iborat bu aqlli shahar tizimi? Eng muhim jihati bizda tozalik bo'yicha, tozalik masalalari bo'yicha toza hudud boshqarmasina chiqindi yig'ish shoxobchalarına kameralar o'rnatildi. Bu orqali chiqindilarni o'z vaqtida olib ketish, hidlanish darajasini aniqlash uchun hiddatchiklarni o'rnatdik. Bundan tashqari obodonlashtirish boshqarmasi yerlarni namligini nazoratda ushlash uchun namlik datchiklari o'rnatganmiz. Bu orqali biz albatta xalqimizning roziligini erishish asosan shu ishlar olib borilib turibdi. Ushbu videoni iloji boricha Urganch shahrida yashovchi hamma yoqlarga javob qo'yinglar. Yuqorida aytib o'tib ketdik. 1088 qisqa raqamga qo'ng'iroq qilsangiz, aynan mana shu aqlli shahar tizimi bo'yicha murojaatlaringiz kelib tushadi, qabul qilinadi va sizni qilgan har bir murojaatingiz shaxsan Urganch shahar hokimi tomonidan nazorat qilinadi. Azizbek, sizga rahmat, ishlaringiz salomat, charchamang.